أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 17 sura Bani İsrail Mekke'de nazil bo'lgan 111 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Allah barcha nuqsondan pakdir. O Muhammed aleyhisselamga öz qudratining ba'zi dalillerini ko'rsatish uchun bandasini bir kechada Masjid-i Haramdan atrofini barakatli qilgan Masjid-i Aqsoga olib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Musoga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini homiy, ya'ni parvardigor qilib dedik. Biz Nuh bilan birga kemaga tushirganlarning avlodlari. Ajdodinglarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qiluvchi banda edi. Isroil avlodiga kitobda, ya'ni Tavratda Falastin zaminda cho'qim ikki qitim buzg'unchilik qilisizlar va zulm qilish bilan Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan to'liq haddinglardan eshib ketisizlar deb vahiy qildik. Birinchi qitimliq buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchli bandalarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ldirish, bulang-talang qilish uchun o'ylarni oqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishga oshadigan va'da edi. Ondan yana tövbe qilganinglardan keyin sizlarning ulardan ustunliginglarni asliga keltirdik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Soninglarni ko'p qildik. Ey Isroil avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliginglar o'zinglar uchundir, yomonlik qilsanglarmi o'zinglar uchundir. Ikkinchi qitimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqti kelganda dushmanlarning xor qilishi bilan yuzinglarda qayg'uning alomatlari ko'rilishi, ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirganda kirishi va ishg'ol qilganligi yerni vayron qilish uchun ularni biz avatdik. Agar tavba qilsanglar, Parvardigoringlarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, bizmi qaytimiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Biz jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar beradi. Ya'ni mu'minlarga xush xabar beradiki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. İnsan o'ziga va bola chaqalariga xayrlik duo qilgandek, ochchig'i kelganda badduo qiladi. İnsan oldirong'idir. Kecha bilan kunduzni, kamoli qudratimizni ko'rsatadigan ikki alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib o'tdik. Parvardigoringning fazilini talab qilishinglar, ya'ni turmush lozimatliklarini tepish yo'lida sa'y harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning olmishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'g'riqlik qildik. Diniy va dunyoviy ishlarning hammasini tafsili bayon qildik. Har bir insonning amalini uning bo'yniga esib qo'yamiz. Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'rdi. Onunğa namı amalını o'qig'in. Bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyiladi. Kimki hidoyat topadi ekan, hidoyat topganligining foydasi uning o'zi uchundir. Kimki ozidi ekan, ozg'anligining ziyni uning o'zi uchundir. Bir odam yana bir odamning gunohini ustiga olmaydi. Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolaganimiz yo'q. Bir shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay, fisq-fasod qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlaganini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, bundoq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan ma'ni qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatidagi farq ziyoda cho'ngdir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagan.
Unda qilsang Allohning dargohida ayblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni mallallikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni do'shkanlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgan. Va ey Parvardigorim, ular meni kichigimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgan degin. Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguvchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquvchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatolig'inglarni kechiradi. Allah haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qiluvchidir. Tuqqonga, miskinga, ibn sabilga xayr saxovatdan haqqini bergin. Pul milonni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagin. Isrof qiluvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigoriga to'liq kufrani ne'mat qilgan edi. Agar sen Parvardigoringdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin, ondan ularga xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgan. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagin. Qo'lingni to'liq echib o'tmagin. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolasan. Shubhisizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Alloh haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uvchidir, ko'rib turg'uvchidir. Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Zinoga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir. Yomon yo'ldir. Nahaq odam o'ltirmanglarki, Alloh odam o'ltirishni harom qildi. Kimki nahaq o'ltirildi ekan, qotildan qisos elish, ya diyat elish, ya kechirim qilish huquqini o'ltirilguvchining egisining qo'lida bo'ladi. Egisi qisos elishda chekdan eshib ketmasin. Qotildan g'ayrini o'ltirish ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ltirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ltirilguvchining egisiga Alloh haqiqatan madadkordir. Yetimning melini toki u balog'atga yetganga qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahd ustida, ya'ni ahdiga vafo qilgan qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri tarozda tatib beringlar. Bundaq qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratliginglar uchun texmi obdandir. Bilmaydigan narsanga agashma. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinadi. Sen zaminda mag'rurani yurmagin. Akavurlikdan oyog'ing bilan yerni teshib o'tmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'larga tanglashamaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Bular Parvardigoring sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagan. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlanasan. Acaba Alloh sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Ularni ibrat olsin deb vaz-nasihatni Qur'onda turli shaklda bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatan texmi yiroqlashmoqda. Mushriklar aytgandek Alloh bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arish egasi Alloh ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Alloh pokdir, bularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada oliydir. 7 osmon zamin va ulardagi mahluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lsin, Allohni pok deb madhiylaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhiyasini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalarga halimdir, ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga qoldirib ketmaydi. Tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir. Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydiganlarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan sening orangda yo'shirin parda paydo qildik. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardaladik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onni yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qochib ketadi. Tilovatingga ularning nima uchun, ya'ni masxara uchun quloq soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni ting'ishigan chaqlarda sening to'g'rangda pichirlashadi. Ayni vaqtda zolimlar mu'minlarga sizlar faqat sehrlangan odamga egishyapsizlar deydi. Ularning sening to'g'rangda
birdam sehrgar, birdam shoir, birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundoq bo'xtonlarni chaplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Mushriklar biz quruq so'ngak bo'lib va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta tirilib yangidan odam bo'lamdiq deyishdi. Sizlar tosh yoki to'mir yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni tirildiradi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degan. Ular sana başlarını lanıştib, o qachon bo'ladi deyishdi. Sen o pat yaqinda bo'lishi mumkin degan. Shu kunda Alloh sizlarni chaqiradi. Sizlar uningga hamda aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ini turgandek o'ylaysizlar. Bandalarimga aytqinki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki, shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir. Alloh sizlarni obdan biladi. Xolis sizlarga rahim qiladi, xolis sizlarni azoblaydi. Seni ular yani kafirlarga homiy qilib avatganimiz yo'q. Parvardigoring osmonlardagi, zamindagi bandalarining ahvolini hammadan obdan biladi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Sizlar Allohni qo'yib Xudo deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ularning qo'lidan sizlardan baloni ko'tarib yetishmi va uni boshqalarga yetkazib qo'yishmi kelmaydi. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qilganlarning o'zlari ibodat orqali Parvardigorga yaqin bo'lishni tilaydi. Ularning orasida Parvardigorga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. Parvardigoringning rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqit. Parvardigoringning azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Allohga osiylik qilgan har qanday bir shahar bo'lsin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu lavhul mahfuzda bitilib ketgan hukmdir. Quraysh mushriklar talab qilgan mo'jizlarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tish tugini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. O'z vaqtida biz sana Parvardigoringning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq biladiganligini aytdik. Biz sana Miraj kechasi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni faqat kishilar uchun sinab qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sen loydan yaratqanga sajda qilamdiman dedi. İblis menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumi? Agar menga qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tüp yiltizdan quritib yutaman, yana ularni xohlagancha yetilayman dedi. Alloh iblisga aytdi: "Bag'in, sana muhlat berdim. Ular yana odam ballardan kimga sana agishidi ekan, jahannam sana va ularga berilgan to'liq jazodir. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganligi odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirish bilan qo'zg'atqin. Otliq va piyoda qo'shining bilan ularga hujum qilgan. Ularning mollariga va bolalarga sherik bo'lgan. Ularga yolg'on va'dalarni bergin, shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Parvardigoringlar sizlarni fazilni, ya'ni fazildan bo'lgan rizqlarni talab qilsin deb kemalarni sizlar uchun dengizda mag'dirib berdi. O haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohla keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, amon eson qurg'uliqqa chiqarganda yuz o'raysizlar, ya'ni ixlosinglar tugab avvalgi holinglarga qaytib olasizlar. İnsan kufrlik qilguvchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib balaq qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech shomi topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? Yoki Allohning sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi chig'inglarni qora bo'ron chiqarib, kufrlik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidan, ondan sizlarga bizdan o'ch ep beradigan hech ahadi topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? Shak shubhisizki, biz odam bolalarini hurmatli qildik. Ularni quruqlikda uloqlarga mindirdik. Dengizda kemalarga chiqardik.
Ularni şirin yemeklikler bilan rizqlandirdik. Ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan ustun qildik. Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutqin. Nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi, ularga qilchi zulm qilinmaydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratda ko'r va texmi gumroh bo'ladi. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftiro qildirishga tas qoldi. Ularning ko'ngildagidek qilganingda, albatta ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. Seni biz haqda turishda mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga moyil bo'lib ketgili haqiqatan tas qolgan eding. Agar shunda qiladigan bo'lsang, albatta sana dunyo va oxiratda aslab azob bergan bo'lardik. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. Ular seni zamindan, yurtingdan chiqarib o'tish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikka urindi. Shundaq bo'lganda, sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'in vaqt tura oladi. Bu bizning sendan ilgari avatgan payg'ambarlarimiz haqida tutgan yo'limizdir. Ya'ni payg'ambarlarni orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan. Bomdod namozini o'qigan, kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozda hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongan. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madihlanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izish haqiqatdir. Parvardigorim, meni qabrimga o'ngishli kirgizgin, qabrimdan o'ngishli chiqargin. Menga dargohingdan haqqa yordam beradigan quvvat ato qilgin degan. Haqiqat ya'ni islom keldi. Botil ya'ni kufr yo'qoldi. Botil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degan. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. İnsonga turli ne'matlarni bersak, Parvardigorining ibodatidan yuz o'raydi. Cho'nchilik qilib Parvardigoridan yiroqlashadi. Uningga bir ko'ngilsizlik yetsa, Allohning rahmatidan ma'yuslanib ketadi. Har odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. Parvardigoringlar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashadi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Agar biz xohlasak sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va mushaflardan ko'tarib o'tadiq. Ondan uni asli keltirishga va bizga qarshi hech qanday qomat topolmayding. Faqat Parvardigoring rahmat qilish yuzidan uni ko'tarib o'tmadi. Allohning rahmati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini keltirolmaydi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli misollarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi. Ular aytdi: "Toki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqmaguncha, sen hargiz ishonmaymiz. Yoki sening xo'rmiliq, talliq va o'ttirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. Yoki sen aytgandek, ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen shoti bilan osmonga chiqqin. Toki Alloh tarafidan sening uning bandisi va payg'ambarligi ekanligi yozilgan, biz o'qiy oladigan bir kitobni elib tushmaguncha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz." Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh pakdir, men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa hech odam bir mo'jiz keltirolmaydi. Ular yana mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Alloh insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, mubodi zaminda, ya'ni zamin ahlidek menib yuradigan, o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirardik. Ey Muhammad, aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishiga yetarlikdir. Allah haqiqatan bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kimki Alloh hidoyat qilgan ekan, u hidoyat topquchidir. Alloh gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib so'ralgan ko'r, gacha, gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texim yalqunjitimiz. Ularning oyatlarimizni inkor qilganliklari
va chirigan so'ngak va to'piq aylanganimizdan keyin rostila qaytadan tirilib yangidan odam bo'lamdiq deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir. Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Allah ularning o'lishi va tirilishi uchun shak shubhasiz muayyan vaqt belgiladi. Zolimlar faqat kufr qila unaydi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'lingizda bo'lsa, chiqimdan yana tugab ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilayotganlar inson bexil keladi degan. Biz Musoga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Musa Fir'avnga va uning qavmiga kelgan chaqda biz Musoga ulardan Isroil avlodini qo'yib etishni so'ragan dedik. Fir'avn uningga: "Ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman" dedi. Musa: "Ey Fir'avn, bular yana 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda ixro qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Men seni, ey Fir'avn, haqiqatan halok bo'ludi deb o'ylayman" dedi. Fir'avn ularni Misr zamindan chiqarib o'tmoqchi bo'ldi. Biz Fir'avnni va uning bilan birga bo'lganlarning hammasini dengizga g'arq qilib o'tdik. Fir'avnni g'arq qilib o'tgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar. Oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashargohga kofirlar bilan mu'minlarni aralash ilib kelamiz dedik. Qur'onni haqiqat asosida nozil qildik. Qur'on mu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni biz faqat xush xabar berguvchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga dona-dona o'qib berishing uchun uni bo'lib-bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Qur'onga mayli ishoninglar yoki ishonmanglar. Chunki ishonishinglar Qur'onga kamolat, ishonmasliginglar Qur'onga nuqson epkanmaydi degan. Shubhasizki, Qur'on nozil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarda ta'sirlanib, darhol sajdaga boradi. Ular Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohdan texmi aymanadi. Allah deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi, qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib sana arziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilanmi o'qimagan. Mu'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilanmi o'qimagan. Ularning orasida o'ttir hal yo'l tutgan. Aytqinki, jimi hamd sana balasi bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sheriki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stiga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lagan.